Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 22 aprel 2026-yil hafta kuniga chorshanba kuni bozorimizdan obzorimiz chiroyli qilib boshladik. Bugun narsamiz uncha ko'p emas, ulgurmadik, to'g'risi to'ldirgani. Endi qo'ldan kelgancha tayyorlab olib chiqdik. O'zlaring bitta baho berasizlar. Qo'llab-quvvatlayotganlarga katta rahmat. Like, kommentariyalarda aktiv bo'linglar. Inshaalloh yaxshi narsalar qo'yamiz. Hop, kirishimizdan shunday shpanerdan boshlaymiz. Shpaner 4 eshikli, ikkita tumbichkasi, trimosi bor, oynasi mana. Hozir qatiradigan yog'ochimiz uyda qolib ketgan ekan, nima qo'yib mashinaga shunday olib chiqib berdik. Buni bitta aybi bor, aybini ko'rsatib o'tib ketaman. Trimosida hop, g'aladonida aybi, g'aladoni toyani tortmasi. Egasida o'zi yo'qolgan ekan, bunaqa gulli bo'ladi. Biz shuni qo'yib berdik. Endi hali g'aladon yo'q turgandan ko'ra bor qilib berdik. Lekin qolgan joylari joyida. Hop, oynalari ham tinaqali xiralashib ketmagan oynalari. Ikkita tumbichkasi, отдельный oladigan odamlarga ham beraveramiz. Tumbichkalarning ichi shu holatda. Hop, bu tomoni polkali. Polkalarini ham o'zimiz qildik, vishilka bo'lgan. Endi ikkita vishilka bo'lsa, men interesniy deb polka qildik. Ba'zan ko'rinishi. Oynalari ham butun sinov joyi yo'q. Yaxshi holatda. Bitta ikkita shunaqa laki qirilgan joyi chiqib qolishi mumkin. Eng kattasi shu lekin. Shunaqa mayda-chudalar ikkita bor. Aybini aytib sotgan yaxshi endi. Ko'ngil ko'targan odamlar bunisi vishilka tomoni. Hop, umumiy ko'rinishi sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, umumiy ko'rinishi chiroyli bo'lib turibdi. O'zlaring baho berasizlar. Hop, buni narxini 2 million so'm qilib beramiz. Shkafi, ikkita tumbichkasi, trimosi. Trimosi ham отдельный holatda 500 ming so'm ketadi. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaring bitta olsalar ham foyda o'zlaringga. Hop, keyingisi shunaqa spalli garniturimiz bo'ladi. Bundan kattasini topolmadim hojaga deydi-yu. Shunaqasidan o'ta katta holatda. Hop, tortmalari bor. Ochilib yopishlari yaxshi. Polkalari joyida. Tomonniki ham joyida. Hop, tumbichkasi, ikkinchi tumbichkasi va shunaqa kompaktniy spalnini ham boshini chiroyli qilib machalkalar bilan yumshoq qilib qoplangan. Boshingiz urasiz ham hech nima qilmaydi. Ziyon yetmaydi. Razmeri ham katta. 1.80 ga uzuni 2.10 bo'ladi. Tomonlarda ham ko'rinishi. Bunisi shkafi bo'ladi. Shkafi ham shu 240 atrofida. 240 plus minus 240 hisoblaying. Hop, bu tomoni vishilka. Yaxshi holatda. Endi 0.5 kamerada olayotganim uchun kichkina tuyulishi mumkin sizga. Hop, bunisi polka tomoni 1, 2, 3 polkasi. Ozgina joyimizda muammo borligi uchun ochilib ketib qolyapti. Pastlar bu tomon. Ozgina uklonimiz bor. Uyingizda bunaqa qilmaydi. Butun uni hali tekis joyga o'rnatsangiz. Bu tomoni ham vishilka, tepada qo'shimcha polkalari zo'r holatda. Hop, bunimizning narxini 4 million 400 ming qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul, vodiy ichi bo'lsa bo'ldi. Agar o'zim dastavka qilib olaman, o'zim mashinam bor desangiz, o'tib beramiz dastavkasini. Aloqaga chiqaverasizlar. 3 eshikli kupe shkafimiz qora rangi. Yonlari shikalat rangda. Bu tomoni veshilka. O'rtalari taklov bo'ladi. Bitta, ikkita, 3 ta polkasi yaxshi holatda turibdi. Bu yana vishilka tomoni qo'shimcha polkalari bor. Telpay, xohlagan narsangizni qo'yaverasiz. Hop, bunimizning narxini 1,5 million so'm qilib beramiz.
Xo'p, aytayotgan narsalarimiz dastavkasi ichida bo'lsa, dastavkasi bilan deymiz. Aytmasak, bu degan dastavkasi ichida bas degani, o'shani ham o'zlaringiz bitta tushunib olasizlar, o'zlaringiz uchun. Hali telefon qilganda noto'g'ri tushunishlar bo'lyapti-da bir-birimiz hali klient bilan. Shuning uchun aytib o'tib ketyapman. Ko'p kuzatuvchilarimiz Ruminiyanikidan qo'ymadingiz, sotilib ketib qoldi deyishdi. Mana olib chiqdik Ruminiyaniki. 90 ga uzuni 1.90 bo'ladi matrasi. Bu yog'ochdan bo'lgan bo'ladi. Bular ham yog'och bo'ladi. Materialini qoplab qo'yganmiz. Hop, bu taklanadi. Bu degani damasga sig'adi. Hop, bunimizning narxini o'zdan bitta baho beringlar, oldin narxni aytishimdan oldin. Yog'och polirovniy o'zingiz aksiz ko'rinadi. Bunimizning narxini 1.800.000 so'm qilib beramiz. 2 million, 1.900.000, 2 million 200.000, 1.800.000 so'mga beramiz. Belorussiya davlatida ishlab chiqarilgan, nomi Gomel. Yaxshi holatda turibdi. Matraslar 80 ga 1.90 bo'ladi, radmi qoplanmagan. Hop, bunimizning narxini keyingi haftaga skidka qilaylik demaylik-da, arzon sotaylik bu bozor. Xudo xolasa 1 million so'm bo'lsa beramiz. Yaxshi holatda turibdi. Hop, jupi 1 million, ya'ni 500.000 so'mdan tushadi. Bu ham damasga sig'averadi. Keyin ko'rsatib o'tayotganimiz Bolgariyaniki. 90 ga 1.90. Zo'r holatda. Yo'llari ham yog'och, polirovkalari ham, yuzlari hamma yo'g'i yog'och, polirovniy silliq bo'ladi. Hop, bunimizning narxini 1.5 million so'm qo'ydik. Endi endilikda hozir 1 million 400.000 so'm, 100.000 skidkasi. 1 million 400.000 so'mga berib yuboramiz. Bu Bolgariya davlatida ishlab chiqarilgan, nomi Avgust Pakov. Razmerlari 83 ga uzuni 1.90. Bu ham taklanadi, keraksa taklab olib bersangiz bo'ladi, damasda kelib olib ketsangiz bo'ladi. O'zingizga qulay holatda faqat sideniyalangiz yotsa bo'ldi. Hop, yog'ochligini yana bitta isboti mana. Yog'och. Bunisi ham yog'och. Isboti bilan gap. Hop, bunimizning narxi 1.5 million so'm. Qiziqqan aloqaga chiqaramiz. Telefon raqamlarini videoda oxirida aytib o'tamiz. Tumbichkalar o'sha 120.000 so'mdan qo'yganmiz, tanlab olasizlar. Hop, uchinchisi aytda turibdi, bitta sotilgan. Teskari tomondan oldim. Aytga buyurmaysizlar. Keyin shu katta shkafimiz 1.22 ga, balandligi 2.10 plus minus. Hop, bu tepasini advenni qo'ysangiz ham bo'ladi. Tumbichka to'shak yig'adigan sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. İçlarini ochib ko'rsatib o'tamiz. İchlari ham yaxshi holatda turibdi. Bosh kiyim qo'yadigan shidkasi, kamchiligi yo'q. Bu tomoni polkasi, 4 tadan polkalari bor. O'zi aslida 5 ta bo'lgan. Bizgacha yetib kelmadi, topolmadik, ya'ni o'shuning uchun qo'ymadik. Nima? Enini ham tushunib olishlaring uchun meni qarichim 20 dan oshiq, где-то 22-23. Почти 3 qarich chiqyapti. Hop, bunimizning narxini 700.000 so'm qilib beramiz. 700.000 ga arziydimi yo'qmi, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Ha, aytgandek, ayblarni ko'rsatmayapman. Bitta, ikkita shunaqa ayblari bor. Aybini aytib sotish kerak baribir. Shu fikrdaman, nima deysizlar shunga? Shuni ham izohda qoldirib o'tib ketinglar. Toqalarimiz tanlab olishga 500.000 so'mdan 500.000 tanlab olaverasizlar. Bunisi temir oyoq, materiali radmi qoplanmagan. Razmeri 80 ga uzuni 1.90. Bunisi yog'och oyoq bo'ladi. Hop, haligi pushtiklarimizni yashilidan olib chiqdik. Ko'kmi, yashilmi? Hop, oyoqlari temir ko'rmaganlar uchun karkazi buni pon 100% temir bo'ladi. Matrasi original ortoped bo'ladi. Bosh tomonlari yumshoq qilib qoplangan bo'ladi. Shunaqa xavfsizlik uchun. Chetlari ham xavfsizlik uchun ancha yumshoq, qattiq bas. Balandligi ham baland, lekin bulardan ancha baland. Xo'p. Buni
ikkitasini 2 million 400 ming so'm qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Buni ikkita olgan odam, bitta olgan odamga dastavkasi bepul emas, ikkita olgan odamga dastavkasi bepul. Shunaqa rangi ham bor edi. Endi biza yaxshi ko'rib o'ylaganlar bor, shu bola narxini tushirmayapti, sotilmayapti deydi. Yo'q, mana sotilyapti. Nima deydi? Uydan sotyapmiz. Bu mana o'tgan safar turgan pushtisi u vitrinaga turuvdi xolos. Endi uni ham sotib yubordik. Iloji yo'q, qarasiga har safar shuni gapirishyapti. Shunga sotib yubordik. Yana o'rniga olib chiqib qo'ydik. Yana bor uyda. Hop. 2 million 400 ming so'm dastavkasi mutlaqo bepul ikkitasi. Ya'ni 1 million 200 ming so'm. Ikkita olgan odamga dastavkasi bepul. Hop, bu Bolgariyan shkafi. Endi joyimiz ozgina tor, obzorimiz qiyin bo'lyapti. Yog'och eshiklar, yog'och hamma tomlarigacha, oyoqlarigacha yog'och bo'ladi. Polkalaridan kamchilik muammosi yo'q, tortmalarigacha joyida. Tortmasi 3 ta, polkasi 4 ta. Kelib sanab olaverasiz. Narxi 1 million 200 ming so'm. Kupe shkafimiz. Bundan ozgina kattaroq bo'yi, eniga ozgina kichkina bo'ladi. Bunimizning narxini hech bir qo'yaylikgina 700 ming so'm. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Vishilka. Bu tomoni tortma. Bu rangi katta bolalarda jentrasiga o'xshab tim qora bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga nima zaruriyat bo'lsa, o'zimiz aloqada bo'lamiz. 91lik 681 94 19. Qaytaraman, 91lik 681 94 19. Ismim Ulug'bek. Aloqaga chiqaverasizlar. Nima zarur bo'lsa, chiroyli kelishtirib, xudo xolasa xafa qilmaymiz. Aloqaga chiqaverasizlar.